Uka, 3 oy 4 oy boqaman. Menga semiz kerak, Qirg'iziston paroda kerak, Shved paroda kerak. Zo'rlaridan borma deydiganlarga paltirashga buqalar akalarim 3 oy 4 oy boqasizlar, xudo xolasa yetiladi. O'zi ham semiz mollar. Yana 3 oy 4 oy boqaman uka, men semiz buqa boqaman deydiganlarga. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, o'zimiz do'stimiz xonadonidan 4 dona paltarashga semiz buqalar bor. Kimgadir ma'qul bo'lsa, arzon narxda xudo xolasa kelishtirib beraman deyapti. Bir ko'ringlarchi. Bugun 4-iyun hafta kuniga chorshanba bo'lyapti. 4 dona paltarashga buqalarimiz bor akalar. Bir boshdan tanishtirib o'tsak, mana. Ko'ringlarchi. Mana Qirg'iziston paroda, ikkitasi Qirg'iziston paroda. 2 donasi местный paroda akalar mana. Bo'ylari 1.30 pilusdan. Qaranglar. Ko'ringlarchi. Mana. Semiz yem yeb turgan akalar mana. Ko'ringlarchi mana dumba sug'organlarini qaranglar. Tepalari tekkiz. Yana 3 oy 4 oyligi bor akalar mana. Baxsa bo'laveradi. Mana bu ham Qirg'iziston paroda. Qaranglar. Bu gibridda. Sonda ko'ringlar. Limuzinga o'xshab sonlari chiqib ketgan mana. Qaranglar. Bellari ham tekkiz. Mana semiz buqa boqaman deydigan akalarga jo'natib qo'yinglar. Yo ishqiboz bo'lsanglar aloqaga chiqaverasizlar. Mana o'sa o'zimiz местный paroda. Bu ham местный paroda. Bo'ylari 1.30 plusdan akalar. Bitta mana o'si bor, 1.25 plus bo'lsa kerak. 25 plus ko'ryapman. Mana ko'ringlarchi sifatlarini. O'ta dahshat akalar. 3 oy 4 oy boqaman deydiganlarga mana 4-inchisi. Mana shuni bo'yi 1.25 plus. Mana bu ham semiz, ariq emas. Endi buni kilolari mana shu 2 taniki akalar. Men ko'rayotganim 450 kilo plus minus mana shu ikkosi. Endi semiz buqalar bo'ylari ham baland akalar, yem yeb turgan. Qo'yg'i suyuqqa 450 kilo plus minus akalar. Mana ikkitasi mana o'zi 400 kilodan oshiqroq kelsa, mana o'zi 400 kilo kelib kelmaydi. Masalan 390 kilo, 400 kiloning atrofida bo'lsa kerak. Men taxmin qilyapman. Yana bilmadim, 5-10 kilo razisa qilishi ham mumkin. Endi 4 tani bir joyga olaman deydiganlarga 26 million 500 ming so'mdan bo'lsa, ozginadan xayri bor deyapti. Dastlabkasi yo'q, ya'ni dehqon mollarga xudo xolasa mashina topsanglar yoki mashina ham topib beraveramiz shu yerdan. 26 million 500 ming so'mdan bo'lsa, beraman, qo'yg'isi yo'q, ozgina xayri bor deyapti. Endi mana ikkitasi kattasi bor. Kattalarga 28 million so'mdan bo'lsa beraman deyapti. Mana ikkovi kattaga. 1.30 plus o'ta semiz endi bular. 450 kilolik mollar. 28 milliondan endi bularda kurak chiqarganmi, chiqarmaganmi? Yo'q, bitta mano chiqargan. Bitta mana o'zi kattasi chiqargan ekan mana o'zi. Bu ham bo'zak, bu ham bo'zak, buchi? Bu endi kurak endi tishi nima bo'lyapti, qo'zg'alyapti. Bu endi kurak chiqaryapti ekan. Endi bo'zakda bular. Bo'zak. Mano endi mana 5 kun bo'ldi mano chiqadi. Bunisini ham bo'yi 1.30, lekin bunaqa semiz emas. Buni 25 million 500 ming so'm bo'lsa ozgina xayr qilib beraman deyapti. Ammo katta buqalar akalar. Bunisini o'ziga endi yana 3 oyligi bor. Endi bu kurak chiqaryapti ekan. 24 million 500 ming so'm bo'lsa donalabga xayri bor deyapti. Buni 24 million 500 ming, 25 million 500 ming, bular 28 milliondan ikkitasi akalar. Endi videoda kichkina ko'rinishi mumkin. Katta mollar videoda kichkina ko'rinadi. Katta semiz mollar akalar. 4 tasini bitta boqaman deydigan odam yutadi akalar. Yeb ichishi zo'r. Sog'lig'i ham yo'q joyida. Ozgina pul kerak deb sotilyapti mollar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida. Dastlabkasini kelishasizlar akalar. Telefon qilinglar. Inshaalloh kelishasizlar. Mana o'zi gibrid, limuzin gibridmi bilmayman. Lekin o'zim olib kelib beraman Qirg'izistondan ular. Bular местный paroda.